O'tkazishga shoshilmang, eshiting oxirigacha. Hozirgi gapiradigan gaplarim aynan hozirgi holatingizga to'g'ri kelsa, kommentariyaga to'g'ri topdingiz. Shu narsalarni boshdan o'tkazyapman deb yozib ketasiz. Videoga bitta like bosib qo'ying. Avval atrofingizda yurgan insonlar soni hozir kamayib qoldi. U insonlarda muomalasi avvalgidek emas, boshqacha munosabatda. Xuddi o'zingizni yolg'iz his qilyapsiz. Keraksiz bir insondek his qilyapsiz. Shunaqa, u insonlarga hozir kerak emassiz. Sizni foydangiz tegmay qoldi ozgina. Tushkunlikka tushmang, xafa bo'lmang. Bu holat sizda bekordan bo'lgani yo'q. Alloh yoningizda yurgan insonlarni asl basharasini ochib berish uchun sizga ozgina sinov berdi xolos. Yoningizdagi insonlarni kim ekanligini, qanaqa ekanligini bilib oling, inshaalloh hammasi joyiga tushib ketadi.